Surxondaryo viloyati prokuraturasida tashkil etilgan navbatdagi dual ta'lim mashg'ulotlari nazariy bilimlarni amalda qo'llash, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda nazariy va amaliy uyg'unlikni ta'minlashga qaratildi. Unda Huquqni muhofaza qilish akademiyasining tergov yo'nalishi talabalari viloyat ichki ishlar hamda prokuratura organlari tergovchilariga biriktirilgan holda bevosita ish jarayonlarida shartli ravishda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishdi. Ushbu jarayonda talabalarga jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va fosh etishning samarali usul va vositalari o'rgatildi. Shuningdek, talabalar amaliy mashg'ulotlar davomida bevosita tergov tezkor guruhi bilan birga jinoyat sodir bo'lgan manzilda bo'lish va hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish kabi tergov harakatlarida ishtirok etishdi. Hozirda biz nazariy olgan bilimlarimizni amaliyotda qanday qo'llanilishini malakali xodimlar tomonidan o'rganmoqdamiz va o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob olmoqdamiz. Masalan, turli xildagi hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish jarayonlarini, undan tashqari trassologik, sud-med ekspertizasi hamda tergov jarayonida qanday turdagi ekspertizalar tayinlanishini, qay holatda qanaqa ekspertiza tayinlanishini, jarayoni turiga qarab barchasini o'rgandik. Amaliy mashg'ulotlar davomida yoshlarga o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha zarur ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga tergov protsessual harakatlarini bajarish va mustaqil ravishda protsessual hujjatlar namunalarini tayyorlash borasida tushuntirishlar berildi. Bu kabi dual ta'lim mashg'ulotlari talabalarning soha bo'yicha professional tayyorgarligi va proaktivligini oshirish, kelgusidagi xizmat faoliyatida samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.